Ben Usmonjon Abdullayev Jumyoz o'g'li. Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani Yangilik qishlog'ida tug'ilib o'sganman. Oilada 6 kishimiz. Otam, onam, opam, ikkita akam bor. Men kenjasiman, yosh. Endi oilamizda san'atkor yo'q, lekin san'atga dim shinamanda. Bu san'atga girishma ko'pincha onam sababchi bo'lgan. Ailemizde san'atkor yo'q, lekin onam taraflama tog'alarim, Xorazmda doyi deydi, doyilarim hammasi sozanda, xonanda, ashulachi bo'lgan davrida. Shunday onam taraflama qondan o'tgan. Uyimizda bir rubob bo'lar edi, Qashqar rubob, shoxli. Hech kim chalmasdi, faqat osilg'i turardi, osilib turardi. Shu rubobni sen chalasan deb yasatib, remont qilib berdi. Shundan keyin shu rubobni bir oyda o'rgandim chalishni. Ustozim Amangeldi Jumamurodov deganni qo'lina borib o'rgandim. Shu ustoz menga ko'p ta'lim berdi. Shu rubob sirlarini shu ustozdan o'rganganman. Birinchi ustozim shu bo'ladi. Rubobni boshda shu katta akam bir chalib ko'rmoqchi bo'lgan. Katta akam shu san'atga qiziqadi, juda qiziqadi. Hozir ham aytmaydi, chalmaydi, lekin shu daraja qiziqadi. Falon qo'shiqni aytib ber, eshitkim kelyapti, buni aytib ber, eshitkim kelyapti deydi. Qiziqadi. O'zi bizni oilada hamma sozni, so'zni san'at shinamandasi. Men o'zi yoshligimdan futbolchi bo'laman deb orzu qilganman. Yoshligimdan futbolni dim yaxshi ko'rganman, yaxshi o'ynayman ham hozir ham. 7-sinf, 8-sinf vaqtlarimda men uydagilarga aytdim, ya'ni onamga aytdim, "Ona, shunday yangi internat ochilibdi, futbol internati. Meni shu yerga topshirsangiz, futbolchi bo'laman." Keyin menga atam qarshilik etgan. Bir to'pni izidan yugurib yurasanmi? Ondan göre bir yaxshiroq kasbni, yaxshiroq bir korni tanlasang, kam bo'lmaysan dedi. Keyin onam bilan atam maslahatlashib, men muzikalniya Xorazmdagi shu Qo'shko'pirdagi 10-sonli muzikalni shkolaga olib borishdi. U muzikalni shkola ham yangi ochilgandi. Shu sentyabr oyida ochilgandi. Men oktyabr oyida bordim. Endi shuning girib turibman, atmosfera juda boshqacha. Menga shunday yoqdi. Bir xonada rubobchilar chalib yotgan, bir xonada doirachilar, yana bir xonada rassomchilik bo'lib yotibdi, yana bir xonada pianino chalib yotibdi. Meni o'zina tortdi bu ohanglar. Shundan keyin men futbolni tashladim, o'sha san'atga kirdim. Birinchi borganda Nolovoy pokoleniya deydi, bilsangiz, muzikalniy shkola, boshlang'ich pokoleniya deydi. Shu boshlang'ich pokoleniyada bo'lishimdan qat'iy nazar, men ustozim 5-sinf bo'lardi. Eng oxirgi bitiruvchi sinflar 5-sinf. Men endi kelgan bo'lsam ham meni 5-sinflar qatoriga qo'shib qo'ydi ustoz. Qovundan rang oladi dedi-ku, zo'rlar bilan yursa, bom zo'r bo'ladi dedi-da. Chunki men 8-sinfda borganman. 9-sinf o'qiganman faqat muzikalnida. 1 yil o'qiganman. Muzikalni o'qib bitirganimdan keyin diplom ola olmadim. Shunga Mat Yusuf Qaratov nomli san'at kollejini o'qishga kira olmadim. Shuningdek bir kollej bor edi, pedagogika kollejimiz Xivada. Shu yerga borib dokumentimni topshirdim, meni qabul qilishdi. Birinchi bo'lib kirdim. 3 yil shu yerda o'qidim. Pedagogika kollejini bitirdim. Undan keyin bu yerda Toshkentda O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutiga taklif qilishdi. Shu yerga keldim, topshirib, kontrakt asosida o'qishga kirdim. Baxshi dastan ijro qilgan vaqtda uni ko'zini oldidan ko'p narsalar o'tib turadi, chunki dokumentlardan iborat dastonchilik voqealigi. Shularni yaqqani uchun men dastonchilikni tanlaganman. Xudoyima ming shukr, kam bo'lmadik. Chunki kuni kecha o'tgan yaqinda 4-xalqaro baxshilik san'at festivali Xorazmda bo'lib o'tdi. Shu xalqaro festivalda qatnashdim. Faxrli 2-o'rinni egalladim. Respublika ko'rik tanlovlari ko'p bo'lgan baxshilikda 1-o'rin, 2-o'rin, Shahrisabzda o'tkazilgan Respublika baxshilar ko'rik tanlovida 1-o'rin, Surxondaryoda o'tkazilgan baxshilar ko'rik tanlovida 2-o'rin. Yaqinda mana 4-xalqaro baxshilik san'at festivalida faxrli 2-o'rin 42 ta davlatning ichida. Shu endi baxshilik yo'nalishini davom qildirib kelyapmiz. Institutda ham o'quvchilarga dars berib, shu baxshilik asrorlarini o'rgatib kelyapmiz. O'zim mazza qilib ijro qiladigan termam Xorazm o'lkam degan. Kardeşleri aman güzel ey diyarım, bu meni çıraylı Xorazm ülkem. Hemişen okral meşale ey diyarım,
Bu məni çiraylıq Xarəzm ölkəm. Bu məni çiraylıq Xarəzm ölkəm. Şu əşularını juda sevib icra qılamiz. Şu kolumuza tar alsaq, şu əşularını icra qılasımız gələ-verər. Şu yerdə respublika basqıçında qatnaşıb durğan barcha iştirakçılara, qatnaşıcılara omad tiləyimiz, icadlarına muvaffəqiyyətlər diləyimiz. Həmməsi birinci ornasın.